Assalom do'stlar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar, bo'lyaptimi? Sizlar bilan Hayotboy Gaming. Bugun sizlar bilan El Clasico qilamiz. Men o'zim sharhlab boraman. Anchadan beri comeback qilmaganmiz. Xudo xolasa nima qilamiz? Hech bo'lmasa 10 minutlik video olamiz. 10 minutmi, 5 minutmi? Endi xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'p, biz o'yinimizni boshladik. Mayda muzika bor edi, avtomatik program qilmasa bo'ldi. Real Madrid va Barselona o'yini. Sostavlarda Otoman tez orada stream qilishmasam qo'llar davozib. Xo'p. O'tkazib bo'ladi, chunki nimani yaxshi bilasizlar. Xo'p, tezroq zarba save. O'zi nima qiladi yaxshi. Modricga kelib tushmoqda to'p. Sergio Ramos.
zarba Benzema, gol! Benzema! 11-daqiqada shuni soldi. Yaxshi, xo'p. Biz ketdik. Benzema o'z hisobni ochib berdi. Pikeda to'p. Pikeda o'zi qarshilik qilmaydi. To'p Belni olishga harakat qilyapti. To'p Messida. Rafael Varan. Xavida Marcelo qarshilik qildi. Xo'p, Benzema harakat qilmoqda, yaxshi. Zarba, gol! Benzema dubl. 11 daqiqadan so'ng yana dubl qildi. Yaxshi, Benzema. Pedro boshqalarmoqda. Messi va Pedro. Ketdi. Qani, yaxshi. Buyul. Pikeda to'p Pikeda, xo'p. Yaxshi, Messi. Mesut Ozil. O'zil harakat qilmoqda. Zarba. Gol! O'zil! 31-daqiqada Real Madrid 3-0. Yaxshi, zarbani qaranglar, zarbani. Messi Benzemaga qarshilik qildi. Jordi Albadan sariq kartochka oldi. Xo'p. Bale jarima zarbasini qo'llab bermoqda. O'zil. Afsuski, qo'lda to'p. Marcelo Pedroga Pep qarshilik qila oladi. Yo'q, Marcelo qarshilik qila oldi. Marcelo bu uchun sariq kartochka bilan jazolandi. Xo'p, Marcelo xatalab qo'ygani yo'q edi. To'pga olish maqsadi shuni qildi. Xo'p, Messi zarbasi qilib beradi. Xo'p, Toni Kroos, Gareth Bale, Benzema chopmoqda. Zarba bo'ladimi? Albatta bo'lishi mumkin. Qani zarba? Yo'q. Shtan yo'q joyda. Xo'p, mayli. Toni Kroos. Modric, Toni Kroos. Yaxshi, Benzema. Cristiano Ronaldo. Afsus. Zarba olmadi. Xo'p, bu yerda 2 daqiqa qo'shib berildi. Toni Kroos. Mesut Ozil. Karim Benzema. Zarba qila oladimi? Karim Benzema. Yo'q, sev. Qanday sev? Zo'r. Xo'p. Mesut Ozil. Gareth Bale. To'p Gareth Bale'da u zarba qila oladimi yoki kimdir pas beradi? Qani ko'rib, o'yin nimasida bilamiz. O'yin voqealari boshida Cristiano Ronaldo bu yerda zarba bermoqchi edi. Karim Benzemadan Xavi olib ketdi. Xo'p. Birinchi taym tugadi. Xo'p. Statistikalarga qarasak, penaltilar paslar va ko'rib turganingizdek, xo'p, ikkinchi taym boshlandi. Xo'p. Pedro bilan Messi o'yinni boshlab beradi.
berildi. Bale. Benzema yoki offside bo'ladimi yoki gol? Benzema yo'q. Qanday? Nikolas hazil albatta. Mesut Ozil, Sergio Busquets. Hop. Cristiano Ronaldo. Mesut Ozil, Karim Benzema. Offside. Şunlar mı? Offside. Top. Top Ozil'de düştü albatta. Karim Benzema. Pepe. Pepe qanaqa kartalar jazolanadi? Sariq kart chiqdi. Pepe bilan hech kim chinakamiga g'isht. Devor. Uni na buzib bo'ladi, na asildirib bo'ladi. Hop, top Modricda. Sergio Busquets. Buni biroz qarshilik qildi, afsuski bo'lmadi. Marcelo qarshilik qildi, albatta. Afsus, yana ketdi top. Ozil, Mesut Ozil. Afsuski. Agida top. Pepe qarshilik qildi. Nima bo'ldi hozir? Marcelo, Messi va ketdi. Daniel Alves. Sergio Ramos. Modricdan Hagirtdi. Pepe yana qarshilik qilaman deganda afsuski. Gol bo'lishi mumkinmi? Ehtimol. Benzemada. Zarba. Gol! Cristiano Ronaldo. 73 daqiqada o'z golini oldi. Cristiano Ronaldo. Hop, hali ketdik. Sanchez. Karim Benzema, zarba. Offside bo'lgan ekan. Yaxshi. Demaymiz. Karim Benzema oldinga chiqib kelmoqda. Zarba bera olmaydi albatta. Zarba Karim Benzema. 77 daqiqada ura oldi. Hat-trick qildi. Qarshilik qila olmadi. Messi gol. Messi. Lekin bu degani hech narsa emas. Uning bitta goli 5 ta zarbadan ustuna ham emas. Cristiano Ronaldo olib ketmoqda. Top Cristiano Ronaldoda. Cristiano zarba. Messi, Pepe. Yaxshi zarba, gol.
Cristiano Ronaldo eng oxirgi daqiqalarda urdi. 90-daqiqa. Oltiga bir hisobida. Alexander Sanchez. Bizga to'rt bilan qo'shib berildi. Marcelo, Fabio Benzema, oltiga bir hisobida El Clasico'ga yirik hisob yutildi va sizlar bilan muzeyimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Nossa!